Qora mashina haydayman deb qora mashinani olib moykaga olib borib yuvib bo'lgandan keyin boshqa qora mashina haydamayman deb bo'lib ketdinglarmi Artur? Yo'li bor buni, men sizlarga hozir ko'rsataman. Mashinani yuvib bo'lgandan keyin hamma oqlatdan oladi, mashinani artadi, mana. Artib bo'lgandan keyin shuni o'zi yetarli deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Mashina qurigandan keyin mana izlari chiqib kelyapti, hamma dog'lari. Bu uzoqdan ko'rinmaydi, yaqinga kelib qarasangiz, shunda mashina xirada yaltillamayapti-da, mashina sayramayapti ko'zi. Buning uchun nima qilamiz? Mikrofibra обязательно yengisi yoki yuvilgan top-tozasi qup-qurug'i mashinada bo'lishi kerak. Xo'p, lattamizni olamiz. Mana artamiz, mana mashinani o'zini qurib qolmasdan mana bu bilan mana bu polirovочный effekt beradi. Bez polirovka mashinani polirovka qilish. Mana hozir bu yog'ini полный qilib ko'rsataman sizlarga. Mana xuddi shunday qilib artib chiqish kerak mashinani. Полный hamma yog'ini. Bu yoqda dog'lari bor. Mashina yonyapti. Qora mashinani derski qilib haydab yuradigan do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. O'sha gap, Kargoga obuna bo'lish esdan chiqmasin.